Maydalashib o'tirmaymiz, do'kon yopiladi. 10 kun ichida do'konni bo'shatamiz, dunyoda yo'q narxlarni qilib beramiz. Hamma home shopga o'ringizni aratmen. Narxlar bilan tanishtiramiz, manzilda oxirida aytamiz. Ketdik. 40 mingdan sotilgan to'plarimiz 9900 so'm. Bodomzor, Usumzor, O'rizorda ham yo'q narxlar. Ushbu fellarimiz 69 ming. Tefalarimiz 39 ming, 99 ming, 99 ming. Men buni 250 mingga olgandim bir paytda, bu yerda 79 ming ekan. Buni qadrini erkaklar juda ham yaxshi biladi. Makita brendi bilan shurpaverlar to'plami 179 ming, 300 mingdan oshiq sotilgan. 100 mingdan oshiq sotilgan ushbu termoslarimiz hammasi bugundan boshlab 59 ming. Bunisi 39 ming. Kuxni tarozilar bor. Bular ham 39 mingdan. Chovgunlarni ham atigi 79 mingga tushirib qo'ydik. Chovgun-ku mayli, ayollar, nimaga tarozini yomon ko'rasizlar? Bu ham 79 ming. Bu haqiqat bilan yuzlasha olmayman. Bunisi ham 79 ming. Mikserlarni 89 mingga tushirdik, sushilkalarni ham 89 mingga tushirdik. Ikkalasi ham 150 mingdan oshiq sotilgan. Atigi 25 ming so'mga nima deysizlar? Do'konda 1000 xildan ortiq mahsulotlar bor. Barchasiga juda katta chegirmalar berilgan. Masalan, ko'rib turgan vanna naborlar 69 ming so'm, 79 ming so'm. O'zi yuvib, o'zi siqib beradigan shvabralar ham bor. 99 ming so'm. Organizerlar 15 ming so'mdan boshlanadi. Qizlarjonlar Home Shop do'konida bizga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni topsanglar bo'ladi. Home Shop do'konida yo'q narsani o'zi yo'q. Endi manzil so'raganlarga manzilda aniq qilib aytamiz. Manzil so'raganlar uchun Yunusobod 14-kvartal Sayram Chorraha Xonsaroyda yangi domini tagida 12-oilaviy poliklinikani ro'parasida Xostroy Uz